Bugungi kunda mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish hamda yoshlarning intellektual salohiyatini yuksaltirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Ayniqsa sirtqi va masofaviy ta'lim shakllarida sifat va samaradorlikni ta'minlash, zamonaviy bilim berish bilan bir qatorda talabalarni amaliy ko'nikmalar bilan qurollantirish muhim vazifa sifatida qaralmoqda. Buxoro davlat universitetining G'ijduvon tumanida joylashgan o'quv binosida ham aynan shu maqsadga yo'naltirilgan zamonaviy ta'lim muhiti shakllantirilgan. Bu yerda auditoriyalar zamonaviy texnik vositalar, raqamli platformalar hamda interfaol ta'lim texnologiyalari bilan jihozlangan bo'lib, professor o'qituvchilar tomonidan ilg'or pedagogik metodlar asosida mashg'ulotlar olib borilmoqda. Natijada talabalar nazariy bilimlarni puxta egallash bilan birga, ularni amaliyot bilan uyg'unlashtirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Mazkur ilmiy jarayonlarning mantiqiy davomi sifatida oliygohda 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan ma'naviy-ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Tadbir milliy qadriyatlarga bo'lgan yuksak ehtirom ruhida boshlandi. Dastlab sahnada namoyish etilgan kelin salom chiqishi o'zbekona odob, nafosat va milliy an'analarning yorqin ifodasi sifatida yig'ilganlarga bayramona kayfiyat bag'ishladi. Shundan so'ng tadbirning asosiy qismi Hur o'lkaning malikalari ko'rik-tanloviga start berildi. Tanlov jarayonida ishtirokchilar o'zlarining bilim darajasi, ijodiy salohiyati hamda sahnadagi mahoratini namoyon etdilar. Hakamlar hay'ati har bir chiqishni sinchkovlik bilan kuzatib, ishtirokchilarning iqtidori va sahnadagi mahoratini baholab bordi. Tadbir davomida tashkil etilgan shartli sharlar interfaol o'yini esa talaba qizlarning intellektual salohiyatini sinovdan o'tkazuvchi qiziqarli jarayonga aylandi. Sharlar ichidan chiqqan mantiqiy va ijodiy topshiriqlarni bajarish jarayonida ishtirokchilar o'zlarining tezkor fikrlashi hamda kreativ yondashuvini namoyon etdilar. Rang-barang kuy-qo'shiqlar va dilrabo raqslar esa davraga yanada bayramona ruh bag'ishladi. Tadbir yakunida universitet rahbari tomonidan tanlovda faol qatnashgan talaba qizlar hamda g'oliblar munosib taqdirlandi. Ularga faxriy yorliqlar va esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Ta'kidlash joizki, bunday ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularning ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish hamda oliy ta'lim muhitida sog'lom ma'naviy muhitni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.